ayollar tavba qildim. ayolga tunyoq bo'ladi. Mana singlim, siz chiqqaningizga 5 minut bo'ldi, meni aytib yubordingiz-ku. Zamon taksi aksiyasiga tushib qoldingiz-da. Bugun bepul ketasiz. Zamon taksi chaqirganingiz uchun. Ha, yomg'irda qolib ketdim. Ha. Sevgan insonim bilan 4 yildan beri gaplashaman. 4 yildan keyin Monkariya menga hozir xiyonat qilib yurgan. Hozir ko'rdim, ushlab oldim. Meni qayerga masha ayoldan? Kim bilan uchrashyapsiz bunga? Yo'q demasiz, sizga smayl qo'yaman. Yigitimnikini bitta yoqmoqchiman. Bir yonsin, nimaga men yonishim kerak? U yonmaydi. Yangi tovyapti deb shubhalanishim bor edi. Yo'q, Na prinsga qilmoqchiman. Bo'pti, endi hayotim barbod bo'lib ketmasa bo'ldi. Yo'q. Yuzimga vijir-vijir qo'yib qo'yasizmi ish qilib? Smayl qo'yaman. Ja vijir emasmi? Smayl qo'yaman. Qo'lim ushamaysa? Yo'q. Ha, bo'ldi. Qo'lingizni shayma xavotir olmang. Yo'q, endi. Singlim endi qizlardan qo'rqadigan bo'lib ketdi-da endi zamon ham. Ha, to'g'ri. Ish qilib pastqava bo'lib ketmasam bo'ldi, ha, singlim. Unaqa bo'lmaysa xotirjam. Men ham endi yosh oilaman-da. İşanganim deganman, ishonchimdan yeganman. O'ylab ko'rsam aslida yomon sodda ekanman. Yutqazdim bu sevgi jangida, adashibman ko'zlaringni rangida. Endi yana boshqasini toparsam, tushunaman yangi endi yangida.